olsun. Bugun bilan biz Minecraft'da eng zo'r barani qilishni o'rganamiz va bu uchun bizga ko'p sehrli kitoblar kerak bo'ladi va bugun bularning hammasini ko'rib chiqamiz birgalikda. Bu uchun hamma narsalar bizda tayyor bo'lsa, sandiqlarga qilingan hammasi barani, iston, bosh kiyim hammasi uchun ham turli sehrlar mavjud. Xo'sh, birinchi bo'lib bosh kiyimdan boshlaymiz sehrlashni. Xo'sh. Har bitta sehrni o'ziga xos xususiyatlari bor. Hammasini hozir birdan tushuntirib ketaman. O'zingizlarga yoqqanini qo'yib olaverasizlar. Keyin ana skletda qilib ko'ramiz. Xo'sh, birinchi sehrimiz bu akafdinish. Suvda ko'p payt nafas olib turishga yordam beradi. Ikkinchi sehrimiz Thorns. Bu sehr orqali moblar bizga hujum qilsa, ularning udarini ma'lum bir qismi o'ziga qaytadi. Va uchinchi sehrimiz bu Fire Protection, olovdan chidamlilikni beradi baraniga. Va o'zimizga ham shunday. Va bu sehrimiz esa Unbreaking, mustahkamlik beradi. Uncha sinmaydi. Va oxirgi navbatdagi sehrimiz bu Mending. Mendingni ko'plar biladi nima qilishini. Mending level evasiga narsalarni to'g'rilab beradi. Endi esa navbat barani. Hozir buni inventorga qo'yamiz. Bittasi tayyor. Endi baraniga eng yaxshi biladigan sehrim bu 4 ta. Shuning uchun 4 ta sizlar yana bilsanglar qo'shib olaveringlar. Va bu eski versiya bo'lgani uchun uncha ko'p sehrlar ham yo'q. Ya'ni 16-versiya bu. Shuning uchun yana bitta Thorns boyni aytdim. Bu barani tez sehrlab taylaveraman, chunki buga qo'shadigan sehrlarimni boyni aytdim sizlarga nima qilishini. Thorns, Fire Protection va Unbreaking. Unbreakingdan keyin albatta Mending. Xo'sh, o'sha hammasi tayyor. Endi navbat istonga, ya'ni senga bunga ham 4 ta sehr, chunki aytganimdek 16-versiya. Agarda kattaroq versiya bo'lsa, yana bir ikkita tushadigan sehrlar bor, lekin hozir bunga eng yaxshilari mana shu 4 ta sehr. Bu sehrlar bilan sizning barangiz uncha sinmaydigan va yaxshi bo'ladi. Fire Protection bunga ham, Thorns bunga ham xuddi baraniga qanday qilgan bo'lsangiz shu sehrlarni berasiz. Hammasida 4 ta ana sehr bor edi. Ya'ni Fire Protection, Thorns, Unbreaking va Mending hamma narsaga qo'shamiz. O'z endi esa oyoq kiyimga ko'rganlaringdek sehrlar ko'p va bularni tushuntirib o'taman navbatma-navbat. Ko'plar o'sha oyoq kiyimga qanaqa sehrlar qo'shish kerakligini biladi. Masalan, birinchi qo'shadigan sehrimiz Fire Protection. Boyni aytdim bu nima qilishini. Ikkinchi sehrimiz esa bu Thorns. Buni ham aytdim boyna. Va uchinchi sehrimiz Soul Speed. Bu sehr Nether'da kerak bo'ladi, chunki Soul Sand qumini ustida yursak sekinlashib qoladi. Bu bilan esa aksincha biz tezlashamiz. Ikkinchisi Frost Walker. Bu orqali suvni mushga aylantirib bemalol mush ustida yurib ketsanglar bo'ladi. Bu Unbreaking, boyna aytdim nima qilishini. Bu esa Mending. Bo'ldi, baraniyamiz full set tayyor. O'sha yerda bani skelet turgani qaniydi?
O'sha biz bitta yerda skelet qilamizda, ana qilib qo'yamiz. Mana shu yerda hozir temir bor ekan. Mayli, bari kreativdamiz. Xo'sh, endi buni tuxumini olamiz. Qandaydir mobni. Masalan, kimlar bordi? Mayli, oddiygina zombi. Endi esa bananiyani taqamiz. Xo'sh, ham yaxshigina bo'lib turadi. Bananiya yorqin va chiroyli. Agarda kattaroq versiya bo'lsa, naqs qo'shib bundanda so'roq qilsanglar bo'ladi. Xo'sh, endi esa hozir survivalga o'tamiz. Xo'sh. Bo'ldi. Mana. Xo'sh, mana zombi meni urayapti. O'sha ikkitadagi yarim sonim ketyapti. O'shini hozir ko'ramiz. To'lib olaveradi son. Yari ta'sir qilmayapti menga sonim. Mana o'sha o'lib qoldi. Hech qaysi ikkita ham sonim ham ketmadi. Bir mana zombilar qo'shini ikkita endi. Mana birga lekin kuchliroq. Endi qo'yishlar ham mumkin. Yo'q. Ko'rganlaringdek yari nima hech narsa qilmaydi. Qo'llaringni qilishlaring bo'lsa, bundan tezroq o'ldira olasizlar. 4 tagina sonim emas. Endi kreativga o'tib olamiz. Bugungi videomiz sizlardan iborat edi. Agarda shu videoda 5 ta like yig'sa, men xuddi shunaqa faqat qilish, qalq, bolta, trident, kamol shunaqalarni qanday qilsa sho'r shehar bo'lishini o'rgataman. Va videoga like bosing yoqqan bo'lsa va video